Assalomu alaykum, hurmatli opajonlarim, singiljonlarim. Mana biza bugundan piyozli, ko'k piyozli qatlama qilishni boshladik. Mana strichlangan, muzlagan holatda qatlamamiz. Tovamiz ozgina pastroq olov bilan qizib turibdi. Tovamiz maslaga hozir qatlama qovurish texnikasini o'rgatmoqchiman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Qatlamamizga juda ham ko'p yog' kerak emas. 2 qoshiq yog' solib qovuramiz. Bu meni Ranoshka Cooking ustozimdan o'rgangan bilimlarim, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana muzlagan holatda qatlamalar. Muzlagan holatda. Muzlagan holatda strichi ham olinishi juda ham oson bo'ladi. Yog'ini juda ham ko'p qilsak, me'daga tegadigan bo'lib qovuriladi qatlamamiz. Imkon qadar yog'ini kamroq, o'sha 2 qoshiq solib qovursak, juda ham yeyishli, mazali qatlama bo'lib chiqadi. Pastroq olovda birdaniga baland qilib bermaymiz, chunki qatlamamizning ichlari yaxshi pishmay qolishi mumkin. Mana qatlamamiz pishni bo'lib, juda ham chiroyli pishyapti. Har bir qatlama uchun 2 qoshiqdan yog' quyib qovuriladi. Shunda juda ham yog'li bo'lib ketmaydi. Muzlagan holatda qatlamamiz. Mana qatlamamiz yog'siz, juda ham chiroyli, yog'siz pishdi. Mana mana sizlarga ko'rsatdik. Mana juda ham chiroyli, yog'siz qatlamalar pishib chiqdi. Bu yana turgan sari yana rang oladi va mazzaligina qatlama pishib chiqdi. E'tibor uchun rahmat hammaga.